Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang, chunki video davomida xuddi manekendagi kofta turini modellashtirish va bichilishini o'rgataman. Buning uchun asos andozamizda bo'yin aylanasini teng 3 ga bo'lib olamiz. Taxminiy nuqtalar bilan va birinchi nuqtani bel vichkani yuqori qismi bilan birlashtiramiz va ikkinchi nuqtani yon vichkani tugash nuqtasi bilan birlashtirib olamiz. Ana undan keyin qirqim berib vichkalarimizni yopib olamiz. Andozamiz tayyor. Ana endi buni matoga qo'yib, bichilishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Matoyimizni buklov holatda va pastki qismini, ko'zlarini chiqarib, tekslab chizib olamiz va koftichkamizni uzunligini qo'yamiz. Taxminan 72 sm deb oladigan bo'lsa, kofta uzunligini 72 chizib, to'g'ri chiziq tortib olamiz. Undan keyin belgacha bo'lgan masofani qo'yib olamiz. Ya'ni bizda belgacha bo'lgan masofa 43 sm, chok haqqi bilan 44. Va mana shu bel chizig'iga andozamizni joylashtirib olamiz. Ana endi chok haqlari bilan chizib olamiz. Undan keyin qiladigan ishimiz bo'ksaga 20 sm tushib, bo'ksa qismini 4 ga bo'lingan holati 25 sm va 1 sm chok haqqi bilan aynan mana shu nuqta bilan mana bu nuqtani birlashtiramiz. Har doimgi gapim, videoni saqlab qo'yish, izohlarda o'z fikringizni yozish, like bosish va kerakli ma'lumotlar uchun sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.